Assalomu alaykum. Mana Xudo xolasa ko'hnamiz bitdi inshaalloh. Hali bir necha joy tortmamiz, tepasida ikkita eshik, vitichka, gaz, shkaflar, mo'ykani bostirib qo'ydik. Mana Xudo xolasa sushkamiz ham bor. Ana Xudo xolasa bitdi. Shunaqa ko'hnalar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Zakazga yasab beramiz. Metri 2.400.000 dan bo'lyapti bular. Qoshlari bilan sushilkalar ichida, mo'yka ichida. Tortmalari o'zi vakuum tortib oladi. Eshiklari vakuum. Stalishinsalar rossiyskiy. Akrilimiz mokriy. Xudo xohlasa ichlari MDF bo'lyapti. İnşallah ishlarimiz bitdi. Mana ketyapmiz. Soat 2:10. Do'stlik qishlog'idamiz. Bag'dod tumani Do'stlik qishlog'ida. Mana tayyor, Xudo xohlasa. Ma'qul kelsa zakaz beraverasizlar. Bakoviylari ham 50, 48 tagi. Tepasi 35.